Solih farzand qanday tarbiya qilinadi? Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy. 3-qism. Onalik saodati. Ulug'larimiz aytadilar: ayol kishi eridan homilador bo'lsa, Alloh taologa ko'p shukr qilsin. Chunki Alloh taolo uni onalik saodatiga musharraf qilib, katta in'om ato etibdi. Bu holat Alloh Robbul Izzaning bandaga benazir ikromidir. Qancha odamlar borki, mol-u davlati ko'p, qaddi qomati go'zal, dunyoning barcha ne'matlariga burkangan, ammo farzand nasib qilmagan. Bechoralar turli davlatlarga borib, nomdor professorlarda davolanadi, lekin natijasi bo'lmaydi. Nega? Chunki bu ne'mat bozordan sotib olinmaydi. Bu do'kondan mol sotib olish emaski, xohlagan narsasini tanlab olsa. Bu ne'mat Alloh taoloning xazinasidagi shu qadar noyob ne'matki, Alloh uni o'zi xohlasagina beradi. Shunday ekan, bu ulug' ne'matning shukronasini albatta ado qilish lozimdir. Ba'zi ulamolar shukronani ushbu lafz bilan keltirmoqni tavsiya qilganlar. Allohumma lakal hamdu va lakash shukr. Ma'nosi: Allohim, senga hamd bo'lsin va senga shukr bo'lsin. 2 rakat shukr namozi o'qib, so'ng shu lafz bilan shukrona keltirish bundan-da afzalroqdir. Homiladorlik davri. Ulug'larimiz homilaning dastlabki va oxirgi 3 oyida er-xotin qo'shilishdan o'zlarini saqlashlarini tavsiya qilganlar. Bu ona va bolaning salomatligi uchun zarurdir. Ayol kishi homila davrida solihlarning, ulug' ulamolarning voqealarini, hayot tarzlarini o'qib yursin. Alloh taoloning qudrati nechog'lik ulug'ligi haqida tafakkur qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning siratlarini muhabbat bilan teran anglab mutolaa qilsin. Jannat va undagi ne'matlarni, go'zalliklarni, mo'minlarga jannatda bo'ladigan izzat ikromlar borasida ko'proq tafakkur qilsin. Chunki onaning ruhiy holati, hatto nimalarni o'ylash ham farzandga ta'sir qiladi. Buni bugungi kunning ilm fani ham tasdiqlamoqda. Ona yaxshi narsalar borasida qanchalik ko'p o'ylasa, vujudidagi farzandining unib o'sishi shuncha yaxshi bo'ladi. Tabiat ham solih, sof bo'ladi. Hattoki ona farzandini qanday tasavvur qilsa, farzandi aynan shu holatda shakllanib boradi. Homilador ayol yolg'on so'zlardan parhez qilsin. Gunoh va ma'siyatga yetaklaydigan har qanday ishlardan o'zini chetga olsin. Harom luqmadan saqlansin, shubhali ovqatlardan parhez qilsin. Chunki yaxshi amallar, yaxshi fikrlar farzandning yaxshi o'sib ulg'ayishiga ta'sir ko'rsatganidek, gunoh ma'siyatlar, yomon ishlar ham bo'lajak farzandga shunday ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun doim yaxshi narsalar haqida fikr yuritib, taqvo sohiblarining voqealarini o'qib yurishi darkor. Bu davrda otaning burchi shuki, iloji boricha ayolining sokinligini ta'minlasin. Uning asabi buzilishiga yo'l qo'ymasin. Kimki homilador ayolga bosim ko'rsatib, uning asabini buzsa, Alloh taoloning nazdida qattiq gunohkor bo'ladi. Bunga sababchi bo'lib qolishdan juda qattiq saqlanmoq lozim. Toki begunoh go'dakning da'vosi bilan Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lib qolmaylik. Hikoyat. Bir ulug' zotning hamma farzandlari solih bo'ldi, ammo bir farzandi noqobil chiqdi. Bir kuni uning uyiga mehmonlar kelib, oiladagi farzandlar orasidagi bu farqni fahmladilar. Ular bu solih kishidan nega hamma farzandingiz odobli, lekin bunisi noqobil deb so'rashdi. U zot yig'lab shunday dedi: Bu uning aybi emas, mening aybim.
Bir kuni uyimizga bir taomni hadya qilishdi. Odatda men aniq ishonch hosil qilmagunimcha bu kabi hadyaga kelgan taomlarni yemas edim. Lekin o'sha kunlarda yurtda notinchlik, yo'qsillik edi. O'zim ham juda och edim. Shuning uchun o'sha taomdan 1-2 luqma yedim. O'sha kechasi ayolim bilan qo'shildik. O'sha kecha Alloh taolo bizga farzandli bo'lishni iroda qilgan ekan, ayolim mana shu farzandimga homilador bo'ldi. O'sha shubhali taom tufayli bu farzandimiz beodob bo'lib qoldi. Homilador ayol doim xush kayfiyatda yursin. Arablarda ona homiladorlik vaqtida xushhol yursa, farzandi bahodir bo'ladi, qo'rqoq bo'lmaydi degan maqol bor. Homilador ona o'zini xushhol tutsin. O'zini xafa qiladigan holatlardan iloji boricha o'zini asrab yursin. Hayotda insonga g'am ham, xursandchilik ham yetarlidir. Ba'zan shunday ham bo'ladiki, kishilar senga ataylab ozor berishadi. Dilingni sindirishadi, odamni qiyinchilikka, g'amga mubtalo qilishadi. Lekin bu g'am anduhlarni yengib o'tib, kulib yurish iymon, e'tiqodli har bir insonning qo'lidan keladi. Osuda hayot siri. Sizga baxtli hayotning sirini bir misol bilan tushuntiraman. Aeroportda yoki poyezd vokzalida bo'lsangiz, qo'lingiz yoqimli ta'mli choy ichishni tusab qolsa, lekin u yerda bunday choy topa olmasangiz, qalbingizni qayg'u, mahzunlik, noumidlik o'rab olmaydi. Chunki bu yer bamayli xotir o'tirib, ko'ngil tusagan hamma narsani muhayyo qiladigan joy emas. Men yo'ldaman. Birozdan keyin uyga borib o'zim xohlaganimdek xushtam choy damlab, maza qilib ichib olaman deysiz-u, vaqtinchalik noqulayliklarni deb asabingizni buzmaysiz. Xuddi shunga o'xshab, mo'min kishi ham yaxshi anglab olmog'i lozimki, bu dunyoda bir musofir yo'lovchimiz. Bu musofir yurtda, ya'ni o'tkinchi dunyoda biror yaxshilik nasib bo'lmay qolsa, buning uchun g'am tashvish va mahzunlikka hojat yo'q. Inshaalloh o'z yurtimizga, jannatga yetib olsak, abadiy ne'matlar og'ushida yashaymiz. Bu dunyoda esa musofirmiz. Musofir bir joyga biror ish bilan borgan kishidir. Uning birlamchi vazifasi safardan ko'zlangan maqsadni hosil qilib, ortga muvaffaqiyat bilan qaytishdir. Musofir yurtda birlamchi vazifani unutib qolgan keraksiz narsalar bilan shug'ullanish musofirning ishi emas. Musofir odamga musofir yurtda biror ne'mat berilmay qolsa, aslo qayg'uga botmaydi. Men bu yurtning fuqarosi emasman. Bu yerlarda menga qiyinchiliklar yetishi tabiiy deb o'ylaydi. Shuning uchun bunday qiyinchiliklarga ham tayyor bo'ladi. Sizga ham bu dunyoda biror qiyinchilik yetsa, boshingizga biror mushkul ish tushsa, bu dunyoda musofir ekaningizni yodga oling. Kimdir sizni xafa qilsa yoki biror ne'matdan mahrum qilsa, Alloh taoloning sizga bergan va endi beradigan ne'matlarini tafakkur qiling. Alloh taolo menga hayot berdi, aql berdi, chiroy berdi. Ko'zimni ravshan qildi. Bularning barchasini menga u zot bergan. Men hali bu ulug' ne'matlarning shukrini ado qilganim yo'q deb o'ylang. Inson doim shunday o'ylasa, tiliga o'z-o'zidan alhamdulillah kalimasi kelib, qalbi yorishadi. Bu dunyoda unga berilmagan ne'matlar uchun yoki unga yetgan musibatlar uchun aslo tushkunlikka tushib mahzun bo'lmaydi. Hikoyat. Hazrat Boyazid Bistomiy rahmatullohi alayh yangi pokiza kiyimlar kiyib masjidga ketayotgan edilar. Yo'ldagi bir uyning boloxonasida turgan bir ayol u zotni ko'rmay, derazani ochib uyidan chiqqan axlat va kullarni to'kib yubordi. Axlat to'g'ri Boyazid Bistomiy rahmatullohi alayhning boshlariga to'kildi. Kiyimlari boshdan oyoq axlat va kul bilan bulg'andi.
Bu holatni ko'rganlar Hazrat juda xafa bo'ldilar, jahllari chiqdi deb o'ylashdi. Lekin Hazrat tabassum bilan alhamdulillah, alhamdulillah deb takrorlayverardilar. U zotda aslo xafalik alomati kuzatilmadi. Odamlar Hazrat, axir bu alhamdulillah emas, istirjo, ya'ni barchamiz Allohnikimiz va barchamiz u zotga qaytamiz kalimasini aytishning o'rni edi-ku, deyishdi. Shunda Hazrat bosiqlik bilan men doimo Alloh taolo boshimdan olov yuborishiga loyiqman deb yurar edim. Ne baxtki, Alloh taolo boshimga kul sepib, meni ikrom qildi. Alhamdulillah dedilar. E'tibor bering. Boshlaridan kul sepilib, boshdan oyoq kiyimlari kirga belansa ham, aslida boshimga olov yog'ishiga loyiqman, mening boshimga esa kul yog'di. Bu Allohimning menga karamidir deb xushhol bo'ldilar. Xuddi shuningdek, sizga ham biror musibat yetsa, bundan ham katta musibatlar yetishi mumkinligi haqida fikr yuriting. Shunday fikrlay olsangiz, qalbingizga g'am, anduh va mahzunlik yo'l topa olmaydi. Qalbingizga shayton vasvasa qilib, mahzunlik tashlayotgan bo'lsa, hadislarda kelgan mashhur duolar bilan Alloh taologa duo qiling. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham Alloh taolodan g'am, tashvish va mahzunlikdan panoh so'rab shunday duo qilganlar. Bismillahillazi la ilaha g'ayruhur rohmanir rohim. Allohumma azhab anniyal hamma wal hazan. Ma'nosi o'zidan o'zga iloh bo'lmagan, mehribon, rahimli Alloh nomi bilan so'rayman. Allohim mendan g'am, qayg'ularni ketkazgin. Bu duoni yod olib, har namozingizdan keyin o'qishni odat qiling. Qalbda mening farzandim solih, Nabiy alayhissalomning ummatiga xizmat qiluvchi inson bo'ladi deb niyat qilib yuring. Qizmi yoki o'g'il? Ba'zilar farzandi qiz tug'ilsa xafa bo'lishadi. O'g'il farzand tug'ilsa xursandchilik qilishadi. Bu johiliyatning razil odatlaridan biridir. Farzandning o'g'il yoki qiz tug'ilishi faqat va faqat Alloh taoloning ixtiyoridagi ishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday degan: Osmonlar va yer Allohning mulkidir. U zot xohlaganini yaratur, xohlaganiga qizlarni hadya etur, xohlaganiga o'g'illarni hadya etur. Shuro surasi 49-oyat. Farzandning o'g'il yoki qiz bo'lishi Alloh taoloning taqsimotidir. Kim Alloh taoloning taqsimiga rozi bo'lsa, qiyomat kuni Alloh taolo ham u bandadan rozi bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo o'g'il farzand bersa ham, qiz farzand bersa ham Alloh taoloning ne'matidir, rahmatidir. Har ikki holda ham Alloh taoloning o'zi bergan bu ne'matga shukr ado qilmoq lozim. Lekin shuni bilish kerakki, ko'pincha qizlar o'g'illarga nisbatan ota-onaga mehribonroq bo'ladi. Ko'pincha ko'zga tashlanadigan holat shuki, qiz ota-onaning g'amiga ko'proq sherik bo'ladi. Ularning sog'lig'i uchun ham qayg'uradi. Ularga dalda bo'ladi. Buning aksi o'laroq, o'g'il farzand ota-onaga beparvoroq bo'ladi. To'g'ri, o'g'illar mehnat qilib pul topadigan paytidan boshlab ota-onani o'z qaramog'iga oladi, lekin qiz farzand ota-onaga beradigan mehr-muhabbatni o'g'il farzandlar bu darajada bera olmaydi. Qiz farzandning islomda o'z martabasi bor. Aksar anbiyolarga Alloh taolo qiz farzandlar ato etgan. Qur'oni Karimda Shuayb alayhissalomning qizlari haqida shunday marhamat qilinadi. Ikkovidan biri uning oldiga hayo bilan yurib keldi. Qasos surasi 25-oyat.
Qanday baxtli qizki, Alloh taolo kalomida uni maqtab, hayo bilan yurib keldi demoqda. Alloh taolo hammamizga ana shunday qizlar nasib etsin. Maryam alayhissalom ham qiz farzand bo'lganlar. Uning pokdomonligi ham Qur'oni Karimda zikr qilingan. Alloh taolo siz u bizga ham o'zi pokdomonligiga guvohlik berib, madh etgan ana shunday qiz farzanddek qizlarni nasib etsin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'g'illari yoshliklarida vafot etgan. Nabiy alayhissalom ham faqat qiz farzandlari bilan birga hayot kechirganlar. Alloh taolo bir insonga qiz farzand berib, ularni tarbiyalab, voyaga yetkazib, ular bilan birga hayot kechirish ne'matini bergan ekan. Demak, uning hayoti bilan Nabiy alayhissalomning muborak hayotlari orasida mushobahat, ya'ni o'xshashlik paydo bo'libdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayot tarzlari bilan bir xil hayot kechirish bir ulug' ne'matki, bu ne'matni sizga loyiq ko'rgan Alloh taologa har dam shukrona keltirmoqingiz lozim. Hadis shariflarda qiz farzandning ota-onasiga beriladigan ajru savoblar borasida ko'plab rivoyatlar bor. Nabiy alayhissalom qiz farzand o'stirgan ota-onalarni hatto jannat bashorati bilan xushnud etganlar. Ana shunday hadislardan ba'zilarini keltirib o'tsak. An Anas radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهتين وأشار بأصبعيه رواه الترمذي. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim qizini yaxshi tarbiyalab voyaga yetkazsa, men bilan birga mana bunday, ya'ni u zot shunday deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini bir-biriga juftladilar va jannatga kiradi dedilar. Imom Termiziy rivoyati. An Aisha radhiyallohu anha qalat دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار رواه البخاري. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Huzurimga ikki qizchasi bilan bir yosh ayol taom so'rab kirib keldi. Ularga sadaqa qilay desam, uyda bir donagina xurmo bor ekan xolos. Men bu ayolga o'sha xurmoni berdim. U xurmoni ikkiga bo'lib qizlariga uzatdi. Undan o'zi yemadi. So'ng turib ketdi. Keyinroq Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kelganlarida bo'lgan voqeani u zotga aytib berdim. Shunda u zot kimki mana shu ayol kabi qizlari bilan sinalsa, qiyomatda qizlari uning uchun jahannamdan parda bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam kimning 3 qizi bo'lsa, ularni yaxshi tarbiyalasa, kiyintirib, yedirib, ichirib, mehr bilan g'amxo'rlik qilsa, o'sha insonga jannat vojib bo'ladi dedilar. Shunda bir sahoba: "Ey Allohning rasuli,
Agar ikkita qiz bo'lsa-chi, dedi. Rasululloh ikkita bo'lsa ham, dedilar.